Assalomu alaykum aziz obunachilar. 2026-yilda qor bo'lishiga qaramasdan biz o'z ish faoliyatimizni davom ettirmoqdamiz. Xudo xolasa sizlar bilan seximizdagi ish jarayonlarini tanishtirib chiqamiz. Kelaverasizlar. Xo'p, bu yerda Samarqand fason restayling varianti bo'lgan darvozamizni ishlov jarayoni ketmoqda. Qor, yomg'ir bizga qizig'i yo'q. Har qanday holatda ham ish jarayonini olib boraveramiz. Samarqand fasonimizda qanotlarni bitgan holati. Xudo xolasa gullarni ham qo'yib qo'yganmiz. Gullarni ham sariq Levis kraskamiz bilan ajratib chiqamiz. Yanada o'ziga yarashgan go'zal holatda chiqadi. Samarqand fasonida o'zgacha dizaynda restayling varianti ish jarayoni davom etmoqda. Bu yoqda high-tech fasondagi variantimizda hop, bunga ham restayling qilib yangicha o'zgarishlar kirgizganmiz. O'zlaring bilasizlar, high-tech fasonimizda doim shu joylarida lazer qismi bo'lardi. Bu yerlarni ham gibkali qilib 2 qavat full variantda shumka holatda qilib chiqazganmiz. Hop, bu darvozamiz xudo xolasa Surxondaryo viloyati Sariosiyoga o'ndaydi. Nerjaveykalarni ham xudo xolasa qo'yamiz. Hozir kraska ish jarayonlari davom etmoqda. Bu yerda ham sheriklari, addenni kalitkalari bor. Ikkita. Hop, bu yerda ish jarayoni bo'layapti. Tarax fason 2 qavat shumkali variantda bo'lgan darvozamizni ish jarayoni olib bormoqdamiz. Hop, Surxondaryoga tayyorlayotgan darvozamizni adnalishkalari bilan qilib berganmiz. Ikkita katta qanotimiz, addenni kalitkamiz bo'lgan. Undan tashqari yana alohida kichkina kalitkalarimiz bor. Samarqand fason restayling variantimiz. Ko'rib turganlaringdek, seximizda ish jarayonlari davom etmoqda. Darvozalarimizni 1 kvadrat metrini narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol aloqa chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki uстановka xizmatlarimiz bor. Eng asosiysi mutlaqo bepul bo'ladi. Bizga